Assalomu alaykum, Qozi Kalon hazratlari. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qani, o'tirsizlar. Yaxshi turib-atamdilar. Meni chaqirtibdikanlar. Nima ish edi? Gapimni zan silib anglasizlar. Cho'ng jama oldida oyoq o'g'rinlari ko'payib ketibdi. Men sizlarni bu ishni obdan tekshirib baqsinmikin deyman. Oyoq o'g'risi dedilarmi? Shundaq. Nimaga hayron qilyaptilar? Masalaning shundoq zaruriyat yo'q ishlarga berilib ketganliklaridan hayron qilyapman. Bu intayin muhim va jiddiy ish. Nima ish shundoq deydilar? Masjid degan eng bexatar, kishiga xotirjamlik, oromchilik beradigan joy turug'liq. Mushundaq joylarda o'g'irlik qiladigan ishlar yuz bersa, jamoat qandoqmi xotirjam ibodat qila olsin. Qozi Kalon hazratlari, bizning vazifamiz to'limi og'ir. Buni demasammi, seni obdan bilala. Bizning asosiy vazifamiz kishilarga xotirjamlik bag'ishlab, ularni aminlikka ega qilish. Shundaq bo'lgan ekan, hech qanday bir ish Allohning uyi bo'lgan masjidlarga ko'ngil bo'lishdan muhim emas-da. Har qachon dalil isbotlar bilan eg'izimni tovoqlab qo'yadilar. Haq bobida yangichi, bilguchi deb ayrimchilik yo'q taqsir. Bu sening hujrangmi, Rabab? Ha, seningcha hujram qandoq ekan? Mening qarashim ancha muhim emas. Eng muhimi, sizlar bu temir tasak va latipitlar orasida qandoqmi yashaydigansizlar? Bilamsan, Salma, bu degan sop oltin, temir emas. Sen mushu oltinlarning hammasini bo'yningga asamsan? Sana desam, menda bularni asqidek vaqtmi yo'q. Undaqda nimishqa saqlaysan bu narsalarni? Sencha u narsalarni dengizga tashlasan bo'lgudek-da? Unda qilma, u narsalarning bir qismini kambag'al bechoralarga sadiqa qilgin. Bu dunyo oxiratda sana foydali. Bu o'rinliq gap bo'ldi, Salma. Men o'ylab boqay. Dengizga tashlangan narsaning qimmati yo'q deb o'ylamsan? Albatta shunday bo'ldi-da. Undaqda Musa alayhisalomni onasining sanduqqa selib dengizga tashlaganligiga qanday qaraysan? Salma, meni mazoq qilyapsan? Musa alayhisalomning qissasida shundaq vaqaliklarning borligini bilmaydi ekansan-da. Ochiqni aytsam, men buni bilmayman. Qani o'ltira, men senga Musa alayhisalomning onasining nima uchun shunday qilganligini deb beray. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ey Allah, sen müminlarga salomatlik ato qiluvchi zotsan. Tinch amonlik sen orqali vujudga keladi. Allah duolarini qabul qilsin, Qozi Kalon hazratlari. Allohning huzurida mansab, atoq deydigan narsalar qat'iy mavjud bo'lmaydi, zarzur. Kelayotgan Pashsha begim-ku? Puhrachiyasini beni charlay deb kelishi. Qayerni charlay deylar? Bu Qozoxonim ishkimizning o'tirsidagi maxfiyatlik. To'g'ri qilibdilar taqsir. Qani mayli. Bu ilgar o'g'ri hech ko'rinmaydi-ku. Qarag'anda mening kakalligimni sezib qilib tikib etgan o'xshaydi. Birasini saqlayotamdilar. Nafl namoz o'qib olaymikin deyman. Asr namozdan keyin nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Uçağını esam ayğım yoxdur da. Ayğımdan qandaq o'g'irlaganligini bilamadim. Sanadan o'tray bu ishni sir tutqab bosilib bo'ptiki. Hay, zarzur. Bu pulga chopsan berib oyoq epkagin. Cho'ng razmirlik oyoq olasan. Bu yaxshiliqlariga nima deb rahmat etishimni bilmayapman. Allohga ko'p shukrlar bo'lsin. Rasululloh, bu ajoyib ish ekan. Taravinning ayoli Osiya xonish to'limi kamtar ayol ekan-da. Allohning kamtar kishining darajasini ustun qiladiganligini unutib qolma, Rabab. To'g'ri deysan, do'stim. Hammamiz shu ayolning axloqini o'zimizda yetildirib, uni ulgi qilsak, nima degan yaxshi bo'ladi? Qissaning davomini so'zlab bergin, Salma. Onasi Musoni sanduq tashlagandan keyin nima ishlar yuz berdi?
Mangayli Selma, qaytadigan vaqtimiz bo'lib qoldi. Bo'ladi, sana qissaning davomini keyin so'zlab beray. Va'dida ağacha, yana bir qancha minut o'tirsangiz qandaq? Yo'q, bo'lmaydi. Men dadamga kechikib qolmaslikqa va'da bergan. Va'daga amal qilishim kerak. Patarida qissaning davomini anglag'ili boraman Selma. Inshaalloh. Ha, Zərzur, axırı gəldi mana. Allohga shukr. Nima u? Kechirsizlar begim. Bu cho'ng puturg'i dalkagidek oyoq topolmay bu sapmikashni ib keldim. Paşşapbegi ko'chada sapmikash kiyib mansa qandaq bo'ladi? Buni kiymakdan boshqa chora yo'q endi. Akilar bo'pti. Do'konlarning hammasini aylangan bo'lsam, uning dalkagidek oyoq topolmadim. Aslida uning uyiga berib, ko'ni oyog'ini akab basangli bo'ladi demasmi, Zərzur? Bu kallamga kelmabdi. Nima degan bilan bu ish oyoqlashdi? Hoy, to'xta. Kimsan? Men-xo, meni tanimayapsan. Hoy, Pashshap begi. Meni kechirsizlar begim. Muhim bir maxfiy vazifani o'tash uchun shundoq kiyinib chiqqan edi. Yarishibdi Pashshap begim. Alloh sizni o'z panoyida saqlasin. Begim dema dedim-ku. Maxfiy vazifa bilan chiqqanimni dedim-ku. Menga odatdagi odamlarga muomala qilgandek muomala qilsanglar bo'ldi. Yo'qol bu yerdan. Ketavatma seni. Ket, yo'qol bu yerdan, ket. Bunchalik qilmasangmi bo'ladi, ahmoq. Botalar o'tanir. Piravin ayoli. Mustaning onasi. Ondaq emas, Shatut. Piravinning ayoli Osiya xonim tarixdagi eng esil ayollarning biri. Musa alayhissalomning onasi Yukabetmo sabr taqatlik esil ayollardan. Ha, to'g'ri deysiz qizim. Biz so'zlab qayerga kelgan edik? Yukabet xonim bovuqini sanduqning ichiga solgandan keyin dengizga qo'yib berib, uning eqib ketmasligi uchun arg'amchi bilan chegib olganligini, undan arg'amchining qo'ldan chiqib ketib sanduqning eqib ketgan degan yeriga. Voy suyimlik balam. Sen hozir nalarda ketayotgansan? Sen hayotmi yoki ochliqlarga yeb bo'lib ketdingmi? O'zingizni bo'shara qiynang Yukabet. Ah, Allohim. Men uni o'z qo'lim bilan halok qildim. Uni nemishqimi sanduq sog'andiman. Men xato qildim. Sizni shunda qilishga buyurgan heliqi yeqimliq ovozni unutib qolmang Yukabet. Albatta shundoq. Biroq hech bilmadim. Qandaqsiga g'alit xiyon ko'nglim tatib qolgandi. O'g'limizni qutqizishga kuchingizni yetishtirishdingiz. Uningga hasrat chekib o'zingizni tugashtiribman. Uni izlashni to'xtatmayman. Unda qilmang. Piravin bu buvoqning bizning bolamiz ekanligini bilib qolsa hammamizni o'ltiradi. Gulsun bilan Harunlarni o'ylang. U ikkisiga siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Men yigida bir narsa deb kelay. Dadam to'g'ri deydi, opa. Biz hammamiz senga muhtoj. Qizim Gulsum, siz texi kichik, hech qanday kishining diqqatini tortmaysiz. Uni aqtifkamni izlashga meni avatding. Sanduq bilan billa, sanduq to'xtaganga qadar uning bilan men boshqalarning diqqatini qo'zg'ab qo'ymang. Tushundingizmi, qizim? Sinabret. Qarang-a. Sanduq qirg'oq tarafga yiqib kelyotdi. Muhafiz beta, bu yoqqa keling. Xo'p, malikam, mana hozir. Sanduqni suzib olaylik. Sanduqda bir buvoq turadi. Voy, nima degan chiroyli buvoq-a? Bu buvoq ehtimol Bani Isroilning bu yil o'ltiriladigan ballaridan bo'lishi mumkin, malikam. Ehtimol u Misrlik o'quvchilarning bolasidir. Diqqatsizlikdan dengizga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Nima qilishni bilmadim.
bu ishda bosh vazir Hamanning degini bo'yicha qilayli. Undaqda men berib bu xabarni xonishonam Osiyoga yetkazay. Bu degan o'rtoq xonishim. Egiz chaqsiz balalarni baqadigan Darıltam emas. Uni malikimiz istinaprat yaxshi ko'rib qapti. U bu vaqtdan to'limi xush. O dexe ishning oqibatini o'ylayolmaydigan kichik qiz. Meningmi bu vaqqa mehrim tushib qoldi. Uni yenimda elib qolaymikin deyman. U menga vasilik xushallik elib kelishi mumkin. Bizning o'g'limiz yo'q. Biroq shundoq debla qo'l nasadan bo'lgan bu vaqtni beqib olsaq bo'lmaydi-da. Qandaqsiga uni qul naslidan deb hukm qildilar. Sizi velingan sandoqdan tepilgan bu bala oilasi tarafidan sharmandachilikdan qo'rqib tashlab etilgan yoki Bani İsrail qavmidan bo'lishi mumkin. Yo'q, bu farazlar amaliyotdan to'limi yiroq bo'lib qoldi. Uning Bani İsraildan bo'lishi mumkin emas. Nimaga asosan shundoq deysan? Chunki ularning mahallasi bizdan xeyli yiroqda. Bu vaqtning shuncha yiroqdan suvda salomat eqib kelalishi mumkin emas. Bu gap aqlga uyg'un. Biroq men bu vaqtni beqib olaymikin deyman. U cho'ng bo'lganda bizga asqatishi mumkin. Uni bola qilib olsaqmi bo'ladi. Salomat qaytib keldingmi Gulsum? Shundoq apa, salomat qaytib keldin. Ukangni topa oldingmi? Tapdim, sanduq qirg'oq ilib turib qoldi. Nada? Bani İsrailning mahallaridan yiroq joyda. O'rnini aniq bila oldingmi? Firavunning o'rdisiga yaqin bir joyda. Yaqub va Yusuflarning parvardigori bo'lgan ey Alloh. Biz sana qandoq ibodat qilishni va qandoq namoz o'qishni bilmaymiz. Ular oramizdagi payg'ambarlarning ko'rsatmalarini biladigan kishilarning hammasini o'ltirib tugatdi. Biroq biz shuningga ishonamizki, sen bo'lsang yakigan Allohsan. Bizga madad va rahmat ato qilg'aysan. Men bu vaqtni yig'i ovozini anglayapman. Pasrak gap qilsalar, Musha uxlayotdi. Musha dedingmi? Musha degan kim? Sandoqdan tepib olgan bu vaqqa Musha deb ism qo'ygan edim. Bu o'tchoplar orasidan tepilingan degan ma'noda. O bu yerda uxlayapti-da. U yan uyda pasrak gap qilsalar. U uyg'onib ketmasin yana. O yig'lavasman qadaq uxlay olayman. Uning ovozi to'limi yiqimliq, sizlarga daxli qilmaydi. Sen yaxshi ko'rdingmi? Sizlar qanday qaraylar? Musa degan ism Mushaga qaraganda eg'izga oson kelamdi ekan. Nima desang-da, mening uyqumni buzma. Birdan turib uxlasalarmi bo'ladi-ku, balaning qishig'i elib baray. Bu bakli zo'rurmidi? Balaga qarab tursalar. Men uni yapqudek bir narsa ep kelay. Havomi sovuq ekan. Qusqusula! Nim bo'ldi sizlarga? Bu bala saqalimdan tortib yerga yiqitibdi. Hozirgacha hech kim menga bunday qilishga jur'at qilmagan. Bir avin oliylarga ahonat qilishga jur'at qilgan har qanday kishi shu hamon o'ltirilishi kerak. Ishkonlarning bu ishda tezdan bartaraf qilishinglarni umid qilaman. Bu qandaq farmon Firavun oliylari? Bu hokimiyatga aloqador ishlar. Sen aralashmasanmi bo'ladi, xonishim? Bizni yolg'iz qo'yinglar. Oliylari bilan ayrim paranglashiman. Bu qitim qarorimdan hargiz yanmayman. Sizlar butun shahardagi kishilarning shuncha katta Firavun sut emayotgan bu vaqtdan qo'rqadi ekan deb masxara qilishini o'ylamabdilar-da. O meni saqalimda tutib yiqitib tursa, bu menga qilingan haqorat. U bir bovoq nima ish qilayotganligini bilmaydi-da. Yo'q, u biladi. Qiziq gap bo'ldi-ku bu. Undaqda uning bilib bilmaydiganligini sinab baqayli. Bu ikki parcha unchi bilan. Bu ikki narsaning uning bilan nima aloqasi bo'lsin? Uning oldiga bu ikki unchini va kuyayotgan ikki parcha cho'g'ni qo'yamiz. Ondan keyinchi agar u qo'liga unchini olsa, uni nima qiladiganligini biladigan deb qaror chiqarsak bo'ladi. Aksicha cho'g'ni tutsa, bu ahvolda u nima ish qilganligini bilmagan bo'ladi. Biz bu vaqtda uningga gunohsiz deb hukm chiqara olamiz. Shundoq bitishdi qamsa. U bola to'limi g'alat ish qildi-da. Qimmatbaho unchini qo'yib cho'g'ni tutib emasmi? En yomon bo'lgani uning cho'g'ni eg'ziga selib tilini kuydirib olgani bo'pti. Balkim bu sababdan u cho'ng bo'lganda kekach bo'lib qolishi mumkin. En muhimi, dadam Firavun uni ep o'qitdi. Xonish Osiya bu vaqtning hayot qolganligiga qancha xushal bo'lgandi, ha? Orada teviblar uning kuyib ketgan tilini saqaytib moqala. Uning yeniga berib kelaymikin?
Odatlari bo'yicha Toychaqning yiniga boramdilar, Malika. Ay, yo'q. Avval ukam Musani ko'rib kelay. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. Musa'nın anası Yukabit bilen Firavunның ayалы Asiya tolumu esil ayalladımken. Shundaq. Alloh taolo o'zining payg'ambari Musa duch keladigan xeyim xatar va qiyinchiliklarni biladigan bo'g'ashqa, u qayerda bo'lsin, kichik vaqtidan boshlabla Allohning rahmat inoyatida cho'ng bo'lgan. U ilgari o'z uyida anası Yukabit, atisi Gulsumlar bilan birga bo'lgan bo'lsa, hamda Firavunning o'rtasida beqib olgan xonish anası Asiya va Malika atisi istinafrit bilan birga turibdi. To'g'ri dedingiz qizim. Mening bir savolim bor ata. Asiya xonim Musa'ning unchini qo'yib, cho'g'ni tutadiganligini qanday bilgan? U bu ishlarni bilmaydi. U faqat Firavunni bolani o'ldirishdan to'sib qilish uchun shunday qilgan. Asiya to'limi zerak bo'lg'ashqa bu vaqtni unchin tanlamay ko'yayotgan cho'g'in tanlaydi deb o'ylagan. Chunki qizil rangli narsalar odatda bu vaqt bolalarni o'ziga tortadi emasmi? Bu Allohning o'z payg'ambari Musaga qilgan rahmat inoyat ekanda. To'g'ri gap qildingiz qizim. Alloh xolisa ayati Asiya va Musaning onasidan iborat ikki esil ayolning qissasining davomini so'zlab beraman, qizim. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري